Ushbu avtodrom mashg'ulotini mana shu ilovada ishlashni boshlaymiz. Birinchi bo'lib pavorotni chapga yoqamiz. Chapga yoqqanimizdan keyin orqa chiziqdan o'tgandan keyin o'chiramiz. Oldimizda piyodalar o'tish joyi. Piyodalar o'tish joyida liniyani oldida to'xtash kerak. Chiziq 1 metr oralig'ida bo'lishi kerak. Undan keyin yana boshdan qo'zg'alamiz. Va yo'lda ketayotganimizda oldimizda estakada bor. Estakada ham metr oralig'ida to'xtash kerak. Mana ushbu to'xtaganimizdan keyin tepaga yuqoriga qarab turadigan bo'lsak, o'sha sonalarni holatini ko'rsatyapti. Pastga sekin tushamiz. Tushayotganimizda ozgina sekinlashtirib, oldimizda burilish keladi va shu yerdan rulni chapga buramiz. Buroldik va yo'lda ketayotganimizda yaxshilab e'tibor qilsanglar, mana bu chap tomonda yuk mashinalari 90 gradusli burilish. Biz bundan o'tib keyingisiga kiramiz. Mana mashinadan chapga buramiz. Burayotganimizdan keyin yana o'sha 90 gradusli burilishga sekin kirib, unda oldinga qaraydigan bo'lsak, ushbu holatda bizga vaqt beradi. Shu vaqt ichida biz 90 gradusli burilishdan chapga burib, keyin bo'lsa rulni to'g'rilab olamiz rulni. To'g'rilab olganimizdan keyin o'ngga qaraymiz. O'ngga qarayotganimizdan keyin rulni o'ngga buramiz. Mana burib oldik. Chiqayotganimizdan keyin svetoforga yaqinlashamiz. Svetoforga ham kelayotganimizda bunday chiqishdan oldin o'ngga qarashimiz kerak. O'ngga qaraymiz. Mana svetofor hozir yashil miltillayapti. Miltillayotganda bu joyda to'xtash kerak. To'xtaymiz. Ushbu joydan qaraymiz. Faqat yo'nalish bu yerda to'g'riga bo'ladi. To'g'riga yuramiz. To'g'riga ketayotganimizdan keyin yo'limizga e'tibor qilsanglar, mana sal o'ngga ketib qolyapti. Shuni sal chaproq tortib olish kerak. Xo'p, bu yoqda yana ketyapmiz. Ketayotganimizdan keyin oldimizda ilon izi keladi. Shu ilon izidan sekin harakatlanib boramiz. Endi bu yoqdan ham o'ngga buramiz. O'ngga burganimizdan keyin to'g'ri ko'pchilik bu yerdan to'g'ri ketib qoladi. Bunda o'ngga qarasanglar, shunda ko'cha reski o'ngga burish kerak. Shu burayotganimizdan keyin ehtiyot bo'lib, rulni chapga burib, qarab, chizuvliga tegib ketmasdan ehtiyotkori bo'lib ketamiz. Sekin-sekin chiqib, agar chizuvlarni bossanglar, jarima beriladi. Shu jarimaga o'zingizga ball yig'ib olib, bekorga yetib borishinglar qiynalansizlar. Mana svetofordan ikkinchi marta kelyapmiz. Svetoforimiz hozir qizil ekan. Bu yerda ham to'xtaymiz. Bu yoqdan ham yo'nalish faqatgina to'g'riga. To'g'riga ketamiz. To'g'riga ketayotganimizda yaxshilab e'tibor qiladigan bo'lsanglar, bunda o'ngga qarasanglar, o'ngga bu yuk mashinalari joyi. Mana yuk mashinalari. Yo'q, bu yerga kirish kerak emas. Bu yerdan o'tib ketamiz. O'tib ketayotganimizdan keyin oldimizda yana bitta yengil mashinalarni orqa parkovkasi bor. Mana o'ngga qarab, shu yerdan buramiz rulni o'ngga. Buramiz. Mana borayotganimizdan keyin to'g'riga e'tiborliroq bo'lib, ushbu chizuvni orientirini olib, iloji boricha o'rtaroqlariga kelamiz-da va shu yerga kelganimizdan keyin to'xtaymiz. Shunda skorosti zatniga urib, rulni joyida chapga burib olamiz. Chapga burib olganimizdan keyin bundoq qarab bakoviga qarasak ham bo'ladi. Shu chap tomondagi bakoviga qarab rulni to'g'rilab, sekin orqa fiksatsiyaga tegizamiz. Mana tegdi. Endi hozir robot gapiradi. Mana robot gapirdi, bo'ldi. Endi shu bilan chiqib ketursak bo'ladi. Chiqib ketayotganimizda mashinani sal oldinroq olib chiqib, keyin rulni o'ngga buramiz shu bilan yana. Chiqamiz, rulni to'g'rilab turib, chiqqanimizdan keyin biz parkovka qilib bo'ldik. Chiqishdan keyin bu yoqdan yana o'ngga ketamiz va rulni o'ngga buramiz. To'g'rilab turib, keyin bo'lsa yana o'ngga qarab, yana o'ngga buramiz. Mana burib oldik. Shu bilan yo'nalishimizni to'g'riga sekin, shoshmasdan, bundoq qarab, e'tiborliroq bo'lib yursa bo'ladi. Endi bundoq
ahamiyat beradigan bo'lsanglar, mashina juda sekin harakatlanib ketyapmiz, chunki o'tish imkoniyatimiz osonlashadi shunda. Mana rulni o'ngga buryapmiz. Burganimizdan keyin o'ngga mundoq qarasak, birinchi ko'cha bu yana bitta parkovka. Bunga biz kir bo'ldik. Bo'ldi. Bu yerdan уже mashq bajar bo'ldi. Bu yerdan o'tib ketamiz. Yana yursak, oldimizda yana bitta parkovka bor. Bo'ldi. Biz buni ham kirmaymiz. Biz уже mashq bajar bo'ldi. Biz уже primoy svetofor oldiga boramiz. Svetoforga qarab turib, yo'nalishimizni endi bu yoqdan qatga faqat chapga. Endi pavrotni yoqmay ko'ramiz. Mana chapga pavrotni yoqmadik. 5 ball jarima berdi. Xo'p, bu yoqdan уже to'g'ri ketayotganimizdan keyin yo'limiz tor deyishyapti. Ushbu joyda yo'limiz tor bo'lganini hisobiga sal o'tga qarab yurishimiz to'g'ri keladi. Endi oldimizda temir yo'l kesishmasi bor. Brizli temir yo'l kesishmasi. Ushbu temir yo'l kesishmasiga borganimizdan keyin sekin bundoq chapga qarab turib, vaziyat to'g'ri kelgandan keyin rulni chapga buramiz. Buramiz, mana burganimizdan keyin temir yo'l kesishmasiga ham yaqinlashib kelyapmiz. Temir yo'l kesishmasiga kelganimizdan keyin chizuvni oldida yana 1 metr oralig'ida to'xtaymiz. To'xtadik mana 1, 2, 3 bo'ldi. Tepadagi ham tugadi. Mana shundan keyin yana boshidan boshlaymiz. Bu yerda ozgina dang'illatadi, bunda sakraymiz. Tiq 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 qilib orqadan ham yana sakratib qolish, tiq tiq qilib sakraydi. Shu bilan ketyapmiz, yo'lda yurayotganimizda mashina ko'ryapsizlarmi, ozgina chapga tortib ketyapti. Shunda ehtiyot bo'lish kerak. Shundan sal o'nroq olib, keyin chapga qarab turib, yana chapga burilamiz. Mana burildik. Burilganimizdan keyin oldimizda tezlanish, ya'ni harakat tezligini oshirish. Bu yoqda bitta gaz berganimizdan keyin yurishimiz kerak. Hozir mashina sal tortmayapti. Ana endi bosyapti. Endi gaz berganimizdan keyin sekinlashlik, bu to'xtab olsak ham bo'ladi. To'xtab, skorostni chiqarib birga urib olamiz. Ketyapmiz. Yo'limizda yana bitta burilish bor. Shu burilishda biz tayyor bo'lib turishimiz kerak. Tayyor bo'lib turganimizda nimaga deyilganda avariyni signalizatsiya keladi. Mana bundoq e'tibor qiladigan bo'lsanglar, hozir qizil yozig'imizda o'sha avariyni ostanovka deyapti. O'sha yoqqa borganimizda mana mashitda уже avarinki beradi. Mana qaranglar. Mana berdi, to'xtab avarinkani yoqamiz. Bo'ldi. Shu bilan avarinkani o'chirib qo'yib, yana ketamiz. Endi oldimizda ketayotganimizda oxirgi parallel parkovkasi qoldi. Shu parallel parkovkaga burib, rulni chapga burib, iloji boricha rul keyin o'nroqga yaqinroq olib borishimiz kerak. Yaqinroq borganimiz, chunki chap tomonga chiqib ketib qolishi mumkin. To'xtaymiz, ana o'sha burchini orientirini olganimizdan keyin, mana burchini orientirini olib, bo'ldi. Mashinani shu joyda zatning urib, keyin rulni o'ngga chapga qilib adashib qolmasligi uchun yana tekshirib olamiz. Keyin mana poylaydik. Endi bu yerda hozir to'xtasak jarima beradi. Shuning uchun mana jarima berdi. O'zi aslida to'xtamasdan kirish kerak deyilgan. Endi biz bu yerda to'xtab sekin to'g'rilab olib kirib olamiz. Mana parallel parkovkaga qo'yamiz. Ish bitdi. Bo'ldi. Ana endi shu bilan yana chiqib ketaveramiz. Parotimizni yoqmadik, mana shu chiqib ketaveramiz. Shu bilan ketayotganimizda уже ikkinchi liniyaga kirishimiz kerak. Ikkinchi liniyada svetoforimiz уже oxirgisi. Ushbu chorrahadan biz o'ng kechimiz. Bu yerda endi biz pavrotni o'ngga yoqamiz. O'ngga. Mana o'ngga yoqqanimizdan keyin sekin bundoq o'ngga qarab turib burilamiz. Burganimizdan keyin yana bitta qarashimiz kerak. O'ngga chap tomonni o'sha yengil mashinalarni bo'lagiga kiramiz. Bo'lagiga kirganimizdan keyin sekin o'sha finishga qarab turib boraveramiz. Mana shunaqa qilib
umumiy yo'nalish shundan iborat bo'ladi. Finishdan o'tganimizdan keyin shu bilan yana mashinani sekin startga olib borib qo'yish kerak bo'ladi. Startga boramiz. Endi oldinda mashinalar bo'lib qolishi mumkin. Endi bu yerda hozir bitta mashina bo'lganligi uchun biz bemalol bir o'zimizni startga boramiz. Mana startga yaqinlashamiz. Startga yaqinlashganimizdan keyin shu yerda seplenani bosib olib, startga kelgandan keyin tormoz berib to'xtatamiz. Mana bo'ldi. To'xtat. Skorostimizni xolastoyga olib qo'yib, ruchni tortib va motorni o'chirib qo'yamiz. Motor, ana shundan keyin eshikni ochib chiqib ketaveramiz. Mana shunaqa qilib imtihon topshiramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.